Chiqaman. Yo'q, hozir foydasi yo'q, reming yo'q ekani. Hozir reming bo'lmaganligi uchun men mashinada o'tirishga majburman. Haydovchilar har xil. Kimdir tezlik bilan haydaydi, kimdir oddiyroq haydashi mumkin. Reming umuman yo'q. O'zimga mos qilib joylashishga majbur bo'ldim-da. Hozir men tusha olmayman lekin. Tushib qo'ygansiz amallar oldimizda mashina bor ekanda. Tushib ketib qolmaydimi? Haydayman, tushib turaman yo'q. Ochiladimi mana bu temiringiz? Yo'q, bu ochilmaydi. Xavfsizlik jihatdanmi? Biz umuman sizni marshrut bo'yicha risk ijobiymi yo O'rtacha deyman. Haydaganda shoshilmasdan, ehtiyotkorlik bilan haydashni so'ragan bo'lardim. o'zimizdan ham qanaqa bir inisiativa chiqishi kerak? Uning uchun nogironligi bo'lgan shaxslar ko'proq jamiyatga qo'shilib chiqish kerak. Ijtimoiy inspeksiya tomonidan jamoat transportida nogironligi bo'lgan shaxslar uchun yaratilgan qulay va to'siq muhit holatini o'rganish maqsadida navbatdagi reyd tadbirlari o'tkazildi. Bu galgi kuzatuvlar 11-sonli mahalliy havo yo'llari aeroporti Beltepa massivi, 28-sonli Yangiobod turar joy mavzesi Tibbiyot akademiyasi hamda 46-sonli Birlik mavzesi Red zavodi yo'nalishlarida olib borildi. Reyd davomida avtobuslar faoliyati, haydovchilarning muomala madaniyati hamda nogironligi bo'lgan yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish sifati bevosita kuzatildi. Kuzatuvlar jarayonida ayrim holatlarda haydovchilar nogironligi bo'lgan shaxslarning avtobusni to'xtatish ishoralariga e'tibor qaratmagani aniqlandi. Ayrim vaziyatlarda esa maxsus tugma orqali berilgan signalga munosabat bildirilmagan, aravachadagi yo'lovchi uchun zarur yordam ko'rsatilmagan hamda uni belgilangan joyga joylashtirish kabi muhim talablar bajarilmagan. Yo'q, sig'ardim. Hozir reming bo'lmaganligi uchun men mashinada o'tirishga majburman. Hozir qayladi-yu, qaylishlarda ham men o'ynab ketmayman-da. Shuningdek, ayrim holatlarda nogironligi bo'lgan shaxs avtobusga chiqqandan so'ng qaysi bekatda tushish so'ralmagan. Ba'zi avtobuslarda esa salondagi chaqiruv tugmasi nosoz ekani kuzatildi. Bu esa jamoat transportida to'siq muhit ta'minlash masalasi nafaqat texnik jihozlar, balki haydovchining mas'uliyati va e'tiboriga ham bevosita bog'liq ekanini ko'rsatadi. Chiqaman. Tushib ketib qolmaydimi? Haydayman, tushib turaman yo'q. Wow. Yo'q, yurmas. Yo'q, achib keting. Ochiladimi mana bu temiringiz? Yo'q, bu ochilmaydi. Quplan qanaqasiga quplanadi bu? Shu bilan birga reyd davomida ijobiy holatlar ham qayd etildi. Xususan, o'rganilgan barcha avtobuslarda monitorlar so'z holatda ishlayotgani, ayrim holatlarda avtobuslar belgilangan joyda to'xtagan, haydovchilar tomonidan pandus tushirilgani va aravachadagi yo'lovchini avtobusga chiqishga amaliy yordam ko'rsatgani kuzatildi. Reyd yakunida aniqlangan kamchiliklar yuzasidan avtobus haydovchilariga tegishli ko'rsatma va tavsiyalar berildi. Rahmat.